Mulk suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 30 oyat. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilen başlayman. Bütün asman ziminning padişahlığı ilkide bo'lgan Allah'ның berkiti büyüktür. Allah her narsaga qodirdir. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ishkanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. Allah g'olibdir, tövbe qilg'uvchini nihoyatda mag'firat qilg'uvchidir. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allah'ның yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab baqqinki, bira yo'chiqni ko'ramsan. Ondan sen yana 2 qatim qarag'in. Ko'zing osmonlarda bira nuqsonni tepishdan umid uzgan va talg'an oldi qaytidi. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan nur bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Parvardigorni inkor qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak g'ing'irgandek sat ovozini anglaydi. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tos qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas. Bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik. Hamda biz Allah hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unliqda dedik deydi. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Ular gunohini tunuydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Parvardigordan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishidi. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkora qilinglar, Allah hamon uni bilib turadi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozuk taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Allohning bergan rizqidan yenglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Osmondagi zotning yer tavrigan chaqda sizlarni yerga yutqizib etishidan qo'rqmamsizlar. Yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar. Sizlar azobni ko'rgan chaqda mening ogohlantirishimning qandoq ekanligini, ya'ni haq ekanligini bilsizlar. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganligim qandoq ekan. Ular qanotlarini yaygan va yiqqan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'zi bilan qaramamdi. Qanotlarini kergan va yiqqan holda ustlarida uchayotgan qushlarni qanotlarini ochgan va yiqqan chaqda yerga tushib ketishdan faqat Allah qudrati bilan tutib turdi. Allah haqiqatan har narsani ko'rib turg'uchidir. Sizlarga Allah yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kafirlar faqat aldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nozil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Allah rizqni tutib qolsa, sizlarga kim rizq berdi? Ular takabburlikda, haqdan yiroqlashishda azbaylab ketgandir. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangiltib mangan odammi yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar az shukr qilasizlar. Aytqinki, Allah sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi.
Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chog'da yuzlari qardab ketadi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi cheg'inglarda talab qilgan narsadir deyiladi. Ey Muhammad, sening o'limingni orzu qiladigan mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchi, agar Alloh sizlar orzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mo'minlarni halok qiladigan bo'lsa, yoki bizning ajlimizni kechiktirib bizga rahim qiladigan bo'lsa, kofirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Aytqinki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilsizlar. Ularga aytib beqinglarchi, suyunglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim eqin suv keltirib beradi degan.